Ta'lim krediti. Javlonbek Azamatjonov. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ta'lim kreditini qanday olish mumkinligi haqida, umuman olganda ta'lim krediti haqida gaplashamiz. Ya'ni ta'lim kreditini shartlari, uni olish tartibi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. O'rtoqlar, yaxshilab joylashib oling, batafsil tushuntiraman umuman olganda ta'lim krediti haqida. Xo'p, ta'lim krediti kimlarga beriladi? Imtiyozli ta'lim krediti O'zbekiston hududidagi barcha oliy va professional ta'limda o'qiyotgan talabalar uchun beriladi. U markaziy bank stavkasi bo'yicha, ya'ni markaziy bank stavkasi qancha hozirda 14% tashkil etadi. Shunga hisoblab, shu bilan birgalikda bir xil qilib belgilanib qo'yiladi. Esingizda bo'lsa, o'tgan 2024-2025 o'quv yilida 13.5 stavkaga tushgan edi. Shu bois ta'lim kreditini ham foizi 13.5 bo'lib qolgan edi. Ta'lim markaziy bank stavkasi ko'tarilsa esa kredit, o'sha ta'lim krediti foizi o'zgarmasdan qoladi, faqat o'sha yil uchun. Ya'ni markaziy bank stavkasi 14% ko'tarilsa, o'sha yil hali tugamasdan 13.5 bo'lib qoladi. O'sha shartnomalar bo'yicha yil oxirigacha, o'sha bitta shartnomalarning oxirigacha 13.5 stavkada, foiz stavkasida sizlar to'laysizlar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar bu foizlar bo'yicha qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda yozib ketinglar. Men sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Xo'p, kimlarga berilmaydi ta'lim krediti? O'sha belgilanib qo'yilgan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab mazkur kredit faqatgina kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalar uchun beriladi. Ya'ni masofaviy, sirtqi yoki bo'lmasam super kontrakt o'qiyotgan talabalar uchun bu ta'lim krediti ajratilmaydi. Yana bitta narsani inobatga olib keting. Bakalavr uchun ham, magistr uchun ham bu ta'lim krediti ajratiladi. Keyin aytishimiz mumkin, 14% faqatgina o'g'il bolalar uchun 14% qilib belgilangan. Xotin qizlar uchun esa bu foiz yo'q, ya'ni 0% da to'liq foizsiz o'tkazib beriladi. Ya'ni o'sha aytishinglar mumkin, xotin qizlarga o'sha foiz qismi qayerdan qoplab beriladi, o'sha deyiladigan bo'lsa, ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi bor, o'shandan to'liq qoplab beriladi. Yana aytiladigan narsamiz, xo'p, qancha miqdorda ajratilinadi, to'liq qoplab beriladimi yoki bo'lmasa qanchadir foizlarda qoplab beriladimi deyishinglar mumkin. Bu joyga jiddiy ahamiyat bering. Ya'ni birinchi kurs talabalar uchun ta'lim krediti to'lov kontrakt summasi miqdorida ajratilinadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, sizning kontrakt miqdoringiz 17 million deb aytadigan bo'lsak, 17 million bo'lsa, ta'lim krediti ham o'sha 17 million shaklda sizning kredit kontraktingiz necha pul bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda o'tkazib beriladi. Ikkinchi kurs, undan yuqori bosqichda o'qiyotgan talabalarga esa baholarni o'rtacha 3 dan past bo'lsa, ularga ta'lim kreditining maksimal summasining 80%, o'sha 17 million deb aytadigan bo'lsak, o'shaning 80% miqdorida nima deydi, kredit ajratiladi. Bu talab ijtimoiy himoya reyestriga kirgan oilalarning farzandlariga esa tatbiq etilmaydi. Ya'ni ijtimoiy himoya reyestriga kirgan oilalarning farzandlariga o'sha kontrakt miqdori qancha bo'lsa, 17 million bo'lsa, 17 million qilib qoplab beriladi. Bu narsa kam ko'p foizlarda amalga oshmaydi. Xo'p, endi kreditni olish tartibini tushuntiraman. Kreditni olish tartibi qanaqa bo'ladi? Siz birinchi navbatda o'sha to'lov kontrakt asosida universitet bilan shartnoma qilishingiz kerak. Siz bilan shartnomangiz bo'lishi kerak. Bu shartnomani o'sha ariza topshirgan holatda onlayn olsangiz ham bo'ladi. Kontrakt edu saytiga kirib ham olsangiz bo'ladi. O'sha birinchi navbatda shartnoma kerak bo'ladi. So'ng siz ta'lim krediti.mf.uz yoki bo'lmasa mygov.uz saytlari orqali kredit uchun ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. Shu ta'lim krediti uchun ariza topshirasiz. Bu ta'lim kredit oluvchi daromadiga, oila a'zolarini birgalikda qarz oluvchi sifatida
shartnoma imzolanishi kerak bo'ladi. Agar sizni o'sha kafil qilib dadingizni yoki oyingizni birgalikda qarz oluvchi qilib belgilasangizda, agar sizni arizangiz 24 soat ichida ular tomonidan tasdiqlanmasa, bu bekor bo'lib ketadi. Yana keyin siz kirib qaytadan ariza topshirishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun kafil yoki birgalikda qarz oluvchi o'sha zahotiyoq, o'sha 24 soat ichida u arizani tasdiqlashi kerak bo'ladi. Keyin umuman olganda sanab o'tamiz. O'sha nima hujjatlar kerak bo'ladi? Ariza kerak bo'ladi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi, kreditni qaytarish kafolati bo'yicha garov, o'sha kafil sug'urta kerak bo'ladi. Keyin o'sha shartnoma universitetda to'lov kontrakt asosida o'qishingiz bo'yicha shartnoma kerak bo'ladi. Unaqa ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Bu narsalar hozirda qaysi tashkilotning eshigiga borib navbat kutib ta'lim kreditini olishingizga hojat yo'q. Buni onlayn ravishda ham bemalol rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Ozroq arizani ko'rib chiqish uchun bank tomonidan yoki bo'lmasa sizga ta'lim krediti ajratilishi bo'yicha o'sha tekshiruvlar bank o'zlari ko'rib chiqish bo'yicha vaqt ketmasa, siz ortiqcha vaqt sarflamaysiz. O'rtoqlar, qanaqa savolinglar bo'lsa, batafsil yozib ketinglar. Men izohlarda aytilmagan narsalar bo'lsa, birin-ketin javob berib ketaman. Qisqacha shu ta'lim kreditidan, imtiyozli ta'lim kreditidan foydalanishingiz mumkin. Yana bitta narsa, bu qancha vaqt davomida ajratiladi kreditni, qancha vaqt ichida to'lash kerak deyishinglar mumkin. 15 yillik davrda to'lashingiz mumkin. Ya'ni siz o'qishni tugatsangiz, misol o'rtacha ko'p universitetlarda, institutlarda 4 yil etib belgilangan, o'qishingiz rasmiy tugagan kundan 7-oyidan boshlab 7 yil davomida to'lashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'rtoqlar, men o'ylayman, kattagina imtiyoz, talabalar uchun belgilangan imtiyozlardan biri, foydalanishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi siz tomoningizdan. Rahmat, qisqacha shular.